Assalomu alaykum, Asroda jamoasidan Shatimov qizlari. Hammaga xayrli kecha bo'ladi, aynan bilasizmi? Shuni tushganimizda Gidro otajonimiz tabriklashib tashlab yurganmiz. Tabrik farzandlardan juda ham ajoyib, juda ham chiroyli bo'ladi. Avtomashinalarni beramiz bugun, xudo xolisa, qo'llab turasizlar, kuzatib turasizlar. Like bosib qo'yish, esdan chiqmasasizlar. Keling. Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari. Barchangizni shod qilar Aslzoda tortlari. Mehribonim, jonim dadam, tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman.
har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni ota bo'lib angladim sizni dada sizni yaxshi ko'raman dardin yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni ota bo'lib angladim sizni dada sizni yaxshi ko'raman jon dadam mehribon dadam so'zlarida mehri bor dadam kamtargina pokisor odam dada sizni yaxshi ko'raman jon dadam mehribon dadam so'zlarida mehri bor dadam kamtar dadam pokisor dadam dada sizni yaxshi ko'raman dada sizni juda ham yaxshi ko'raman Omon bo'ling ilohim. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz onajonlarimiz, bir-biridan go'zal latofatli opajonlarimiz bugun juda ham chiroyli shodiyona davlatimiz, boshimizdagi tojimiz otajonimizlarning tavallud kunlariga tashrif buyurganimizdan biz Aslzoda jamoasi bag'oyatda minnatdormiz. Ilohim otajonimiz umrlari uzoq, tan joylari sog' bo'lsin. Yana yillarga shukrlar ham shunaqangi chiroyli kunlarni, shunaqangi chiroyli davrlarni barcha xalqlar bilan birgalikda Ka'batullohda ya Rasululloh la ilaha illalloh sendan shuni so'ragan edik, sendan shuni tilagan edik, mana shu joyga takror kelib labbaykilarni aytib bizga ham nasib qildi deb shunaqa chiroyli kunlarni ana shu joyda ham inshaalloh bu ishlarni yaratgan egamdan iltijo so'rab qolardik. Qasaymi? Bugun kunni tashkil qilib, ozgina bo'lsa ham gaplarga qo'shamiz, vaqtimizga doim omon bo'lsinlar, hech qachon kamlik ko'rmasinlar. Yaxshi ham otajonimiz borliklari. Biz farzandlar ko'chadagi ketadi, qoqib tushsagam, "Ey, to'rondingdan otang bor" degan bizni duo go'yimiz borlar. Ilohim vaqtimizga otajonimizga hech qachon ko'z tegmasin deb asli berib bog'lagan farzandlar nomlaridan kelyapmiz. Ularga ham qarshi javob berish kerak. Ilohim omon bo'lsin. Shunaqangi chiroyli, shunaqangi ajoyib tabiiy berishdan hech ham charchamanglar. Bugun juda ham chiroyli shodiyona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan otajonimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kam. O'tkinchi dunyoda chekmang qamarim. Yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Otajon, mashinalar muborak bo'lsin. Hamma farzand orzu qiladi-da, otamga boshqa savob qilsam, otam bilan onamni hajga jo'natsam deydi. Ilohim, biz farzandlar duo qilishdan hech ham charchamanglar. Biz farzandlarni xursand qilishdan hech ham charchamaymiz. To'rtlarimiz bor. Davlatim, padari buzurgorim, otajonimga I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower. Ko'rganlarni lol qilar, ta'rifin dunyo bilan tabrikni yomon qilar Aslzoda to'rtlari. Otasini e'zozlar, onasini e'zozlar, to'rtlariga qaboqang chalinadi kuy sozlar. Aziz va mehribon otajonlarimiz, onajonlarimiz yonimizda borliklarda qadriga yetaylik. Ularga bo'lgan mehrimizni mana bugun fursat keldi darrov aytaylik deyishgan. O'g'illari bormi? Qayerda? Bormi? Qayerda bo'lsa ham bormi? Qizlarichi? Nechta? Voy voy. Otamga endi nasib qildi, ko'p bekorga masaganda ko'pda kechiramiz. Bundan zo'rlarga loyiqsilar. Farzandlaringizni yonimga chaqirib qolaman, ularga qisqa savollarimiz bor, berib o'tamiz. Agar biz savolimizga to'g'ri javob berishingiz lozim, bitta kuldiroz qarsangizlar. Qizlarini
bunaqa qilamiz. Sizlarning guvohliginglarda mana shu farzandlarga qisqa savollarimiz bor. Beraylikmi, nima qilasizlar? Beraylikmi savollarimizni? Ota beraylikmi savol? Ashuna qilish kerak-da, deyaptilar otamiz ham. Hammamiz eshitamiz unda bo'ladigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Sabiroqqa o'lurasiz. Qarang, skafeta qarang. Sevitan o'chib qoladi yonida. Kimni tug'ilgan kuni bugun? Otajon. Rostda. Yaxshi ko'rasiz. Rosayam. Kimni xafa qildingiz? Kimdir xafa qildimi? Yo'q. Nima yig'layapsiz endi? Quvonch ko'z yosh. Sevinch ko'z yoshlar albatta. Bir savolim bor sizga, maylimi? Yaxshi ko'rasizmi? Jonimdan. To'g'risini ayting, oxirgi otajon, baxtimga doimo omon bo'ling. Yaxshiyamsizdek otamiz borligi, yaxshiyamsizdek padar buzruklarimiz borligi. Ota, sizni yaxshi ko'raman deb aytganmiz. Aytmaganlar. Bugun isbotlaymiz, chunki bu otalar biz farzandlarni hech kimdan kam qilishmadi. O'zlari yemasa ham yedirishdi, o'zlari kiymasa ham kiydirishdi. Chiroyli go'shangalarga kelin qilib uzatishdi. Qiynalib qolsangiz, shuni kezingiz, setkingiz to'ldirib ham berishdi bular, to'g'rimi? Bugun qanaqa qilib isbotlaymiz, bilasizlarmi? Bugun poyilariga tizzak qo'yib isbotlaymiz. Hammamiz birgalikda. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Dadajon, tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Yuzlar kirib yuring ilohim. Hech kasal bo'lmang. Sovg'alarni o'g'irlar ekanlar. Nima yig'layapsiz? Otamdek qarab turibdilar sizga. Kulib qarab turibdilar. Bugun aytamiz, bugun poylarga tizzak aytamiz, chunki bularni borligida yetishimiz kerak haqida, to'g'rimi? Bizga olib kelyapsizmi sovg'alarni, opa? Bizgami? Vashini beravering, chexolini mashinadan qolaman. Kerakligida. Dadajon, shunchalik zuvoyaga yetib, yemay, ichmay bizni kiydirdingiz. Rahmat sizga. Dunyo turguncha turing, hojilarga borish nasib qilsin. Jonim dadam. Dadajon, yaxshi ko'raman. Sizni har kun bir Kechiraman so'ralavering kiydirgan kunlaringizga. Mumkin-da, bugun mumkin hammasiga. Unda bo'ladigan bo'lsa qani ketdik hammamiz birgalikda. Poylarga tizzakamiz. I licked it last spring, and I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Bitta qarziga javob qo'yasizlar. Yo'q, baqirib ham uraveringlar, sonlik haqiqatimiz ko'tariladi bizni ham. Omon bo'lsinlar. Otajonimizni turmush o'rtoqlari, onajonimiz borlar. Ashdan qo'shtirasiz. O'zi yaxshi ko'rasizmi otamni? Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rasizmi? Qachon yaxshi ko'rib qoldingiz? To'g'risini aytavering. Yaxshi, ancha bo'lgan. Bugun yaxshi ko'ribdilar, chunki mashina oldingizda boshqa narsa olib yo'q. To'g'rimi? Otasi baxtimga doimo omon bo'ling. Hali qo'shiq ham sizlarga aytganda, yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardi, deb biz. Kelishdingmi? Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana bugun bizning xonadonimizda chiroyli kun, xo'jayinim bilan tug'ilgan kunlari. Hammalaring xush kelibsizlar. Xo'jayinimga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Baxtimizga mana shu o'g'limiz ham sog' salomat bo'lsin. Doim bitta o'g'limiz 10 ta o'g'ilni bosadigan farzandlardan bo'lsin. Qalbdagi nimaiki niyatlar bo'lsa hammasiga yetishlik nasib qilsin Allohim. Yana bir bor xush kelibsizlar. Sizlarga ham baxt tilayman. Kelgan mehmonlar hammalaringga ham tan jonlaring sog' bo'lsin, qadamlaringga hasanotlar bo'lsin. Rahmat. Vaqtlaringni ajratib kelganlaring uchun. Xush kelibsizlar yana bir bor. Xo'jayinimni yaxshi ko'raman mana.
Otajonimizni musofirdagi o'g'illar ham aloqadorlar bularni ham tilaklarini eshitib olamiz, keyin davom etamiz so'z navbatlarida. Bu tomonga o'tasiz. Gapiravering aka. Assalomu alaykum brother. O'yinlaringiz bilan. Maşallah, o'zim nomlar sog'lom bilan. Radyo salomat bo'ling. Siz ham yaxshi ko'rishingiz kerak-a? Albatta. Ayting endi buni. Qarsak edi, batareya bo'lib qoldi. Omon bo'lishinglar, musofirda yurgan farzandlari doimo Alloh o'z panohida o'zi asrasin. Topayotgan bular shunaqa chiroyli davralarga ko'p ilinamiz, sababchi bo'lsa, mana shu yerga kelib hammamiz o'ynaymiz, kulamiz, mazah ketamiz, ilohim omon bo'ling. Farzandlaringiz baxtiga hech ham kamlik ko'rmang. Yaxshi-yaxshilarni Alloh taolo bizga ota qilib berganligi. Otasi bor odam hech kimdan kam bo'lmaydi-da. Bular duo qilsa, ertalabgacha o'zi yetib boradigan joyiga. Ilohim sizlarga ko'z tegmasin. Otajonimiz tabriklashi uchun so'z navbatini yaqinlarini, opalari, akalari, ammalari, tog'alari bor. Yerga to'yini. Xuddi o'g'limiz topqali ko'ksiga tushib ketgan. Avvalambor hammalaringga assalomu alaykum. Men hozir shunaqa to'liqib ketdim-da, bolamni qo'shig'iga otamni eslab yig'ladim. Men Xudoimni juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Nimagaki qaynalarni haligi qiziga tushuntirish bergan xudolar yo'q edi. Xudoim sizlarga aytganlar, mana shu oila saniki. Mana shular hammasi seni oilang. Bu oiladan hech qachon nima qilmagan, mehrini ayamagan. Shulari degan deb malikada o'tirib nasihat qilganlar qizlariga. Shunaqa yoqqanlar menga Xudoim. Ilohim yuzlarga kiring, ilohim Parvardigorim. Har yili shunaqa tantana bo'lsin. Kelib tabriklab turaylik, ilohim er-xotin qo'sha qarayna. Bolalarini huzur halovatini ko'rayna. Javohiriga ham juda ham chiroyli, yaxshi joylardan bir soliha, o'qimishli kelin uchrasin. O'zlaringga o'xshagan, shunaqa haligi hurmatlari joyiga qo'yadigan. Mana kelin oldim deb yayrab er-xotin. Umralarga borib, hajlarga borib yuringlar, ilohim hammalaring sog' bo'linglar. To'xtang ona, to'xtab turing endi. Ota haqida qo'shiq qildi. Yangi qo'shiq qilganman ona haqida, hali uncha odam eshitmadi. Siz uchun aytib beraman, nima deysiz? Rozi bo'lamisiz shunda? Shu ota-onalarga 2 minutga turib turasiz endi, biz qarshi chaltiramiz. Agar mabodo qo'shig'imiz sizlarga yoqsa, sizlar ham qarshi chavorasizlar. Kelishdikmi? Ota-onalar uchun aytamiz uni o'rdiganimizni. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar xonadonga. Shu bugun yog'lik Abjaborning tug'ilgan kuniga. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin. Qo'shilgani bilan qo'sha qarib, bolalaring vaqtini hamisha birgalikda ko'rsin, yuzlariga kirib yursin. Bolalari ham baxtli, taxtli bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari butun bo'lsin. Nevaralari ham katta yigit, katta qizlar bo'lsin. Hamisha to'yxonalar bo'lsin. Javohir ham o'ynab kulib kelsin. Topganlariga baraka bersin, yaxshilik kunlarga bo'lsin. Hamisha yaxshiliklarda o'tirish nasib qilsin. Yashanglar, rahmat. Assalomu alaykum, ko'pchilik qatnashchilar. Mana bugun biz ukamizning tug'ilgan kunlariga yig'ilamiz. Jigarimga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurishga nasib qilsin. Umring uzoq, bolalar baxtiga sog' salomat, oila odaming bog' bo'linglar. Bu yana bitta akam kelmaydimi? Oyda ukam ham bor edi, bunaqa kel. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun hop kelib qoladi tashlaqa. Jigarimiz, akajonimizni bir 60 yillik nima deydi to'ylarida endi. Hammamizga ham nasib qilsin shu pensiya yoshiga kirib yurish. Bolalaringizni, oilangizni baxtiga doim sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Doim oila uchun shunday ko'ksingiz qo'lingizda. Endi navbat umra safarlariga, haj safarlariga nasib qilsin. Ra'no ham bilan birga borgilik nasib qilsin.
sizlar orqalaringdan bizga ham haligi hoji aytadi o'zimga o'zim tilayman deydi-yu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunday yoshlari ko'piga kirib, o'ynab kulib yuravering. Tabriklaymiz. Akajonim, sizni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Ilohim, 60 yoshlaringiz, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Yana shunaqa yoshlarni ko'plarni ko'rib yuring ilohim. Allohim o'zi xudo xolasa otajonimiz mana. Biz shunaqa baxtli insonlarimizki, judayam bir boshqacha otajonimiz bor edi bizda. Hammani ham o'zini otasi boshqacha-yu, lekin bizniki judayam boshqacha edi. Ajoyib edilar. Mana tumanimizda birinchi marta hajlarga borib kelganlar 95-yilda. Ilohim otajonimiz yo'llarini bersin bizga ham. Ilohim qo'sh-qo'sh onajonlarimiz bor edi, o'tib ketishdi hammalari, oxiratlarini bersin. Shunaqa qo'sh qanotli farzandlarimiz ilohim mana o'zi yaxshi edi, bundan ham yaxshi bo'ladi. Akajonimni farzandlari mana tug'ilganida bir rizq berilgan ekan. Mana rizqlari ulug' bo'lib, o'sha Koreya davlatlarida xizmatlar qilib turibdi. Ilohim xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Bundan ham rizqimizni ziyoda qilsin Alloh. Hammalarimiz ham farzandlarimiz shunaqa bo'lsin, mehribon bo'lsin. Topganlarga Allohim ko'plarni barakasini bersin. Halol pok qilsin Parvardigorim. Yaratganim o'ziga behisob shukr. O'rtog'im bilan qo'sha qaring. Allohim o'zini baytiga, o'zini haramiga rizqlarimizni, nasibalarimizni qo'shib qo'ysin. Haj ziyoratlariga ham borishlikni Allohim nasib qilsin. Allohim Parvardigorim umringizni uzoq qilsin, salomatligingizni ziyoda qilsin. Farzandlaringizni ko'p yillar, orzu kamollarini ko'p yillar ko'rib yuring akajon. Men sizni juda yaxshi ko'raman akam. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Akajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring, bolalaringizni baxti kamolini ko'rib yuring. Yaxshi kelinlar uchrasin. Vaqt berasiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Meni yaxshi ko'radilarim. Mana shu opajonlarim, akajonlarim qanaqa tilak bildirgan bo'lsa, shular qo'shilaman. Akajon, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz baxtiga, biz baxtimizga. Yuzlari kirib, bizga bosh bo'lib yuring. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'ring. O'g'lingiz nomidan mana shu mashina sizga qadarkan. Boshlik qildim, ajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxo'rlik qildim, dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Holing so'ralmadim, yoshim to'kaman, nega asralmadim istirab chekaman. Qadringga yetmagan men qanday ukaman, dunyoga keltirgan bir pushti kaman. Bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Omon bo'laylik axloq. Shunaqangi aqlilaringiz, shunaqangi aqlilaringiz hech qachon ko'z tegmasin. Yana bormi? Otajonimizdan biladigan yaqinlardan. Davraga taklif qilamiz unda bo'ladigan bo'lsa. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bilan shakllarimizni o'rnatib olamiz, keyin onajonlarimizga keyin qo'shilishimiz bilan ham yo'llarga kiraverasizlar. Qo'shiq aytaylikmi? Nima hamma jim turaveradi? Cholinglar va qarzi emarsiz. Qanday bo'ladigan bo'lsa akalarimiz davraga taklif qilamiz. Ota, sizni yaxshi ko'raman. Opata tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ota, sizni yaxshi ko'raman tug'ilgan kuningiz bilan.
Sen aşk mı lazım? Maaşıyla git konuya. Yaxshi ko'raman deb. Davraga taklif qilamiz. Shoh qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qani ketdik unda. Yuragi qiynog'ligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Tunlari bedorligim, yuragi qiynog'ligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Kunlarim endi qaytmas onlarim nega? Kuz keldimi dildorim, to'kilmoq bo'ldi borim, qisqamiding bahorim nega? Voh pushaymon yillarim, imkon bo'lgan kunlarim endi qaytmas onlarim nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Poyinga to'kar yoshim, jimsan sirdosh yorim nega? Voh pushaymon yillarim, imkon bo'lgan kunlarim endi qaytmas onlarim nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega?
Arashin ketasan indamay ayt nega bunchalar qiynading kulib kulmay dardim bilmay Arashin o'tasan indamay Arashin ketasan indamay ayt nega bunchalar qiynading kulib kulmay dardim bilmay kelindi nozlaring qilgil bas qovog'ing ochgil bir nafas bir bora kelgin bir bora kulgin tugasin bu hol bu araz kelindi nozlaring qilgil bas qovog'ing ochgil bir nafas bir bora kelgin bir bora kulgin tugasin bu hol bu araz tun kecha porlagan yulduzim yurakdan tinglagin chin so'zim ko'zlaring aytadi ko'rganda sog'ingansan sen ham o'zing tun kecha porlagan yulduzim yurakdan tinglagin chin so'zim ko'zlaring aytadi ko'rganda sog'ingansan sen ham o'zing kelindi nozlaring qilgil bas qovog'ing ochgil bir nafas bir bora kelgin bir bora kulgin tugasin bu hol bu araz kelindi nozlaring qilgil bas qovog'ing ochgil bir nafas bir bora kelgin bir bora kulgin tugasin bu hol bu araz onajonlarim, otajon, o'tinglar, hamma vaqt. Ozgina bo'lsa ham gaplarga gap qo'sha olamizmi? Otajonimiz biz farzandlardan rozi bo'ladilarmi deb asturda bel bog'lagan farzandlaridan. Otajonimiz o'zlari ham xursand bo'ldilarmi? Bularni ham durust qilib eshitib qolamiz. Otajonimiz badiiy mikrofon qarshisiga joylab qolamiz. Qarshinglar bilan albatta. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor meni shunchalik qilib hurmat qilib kelganlarga, hammalaringga, jamoaga kattadan katta rahmatlar deyman. Doimo sizlarni ta'zimlayman. Sizlar meni shunchalik hurmat qilib kelibsizlar, sizlarni Alloh hurmat qilsin. Hammalaringga shunday kunlar nasib etsin. Mana o'g'limiz Javohirjon Koreyada o'qishda ishlayveribdi. Unga ham uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mana shu yerda yurgan oilamga, bolalarimga, qizlarimga hamisha uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Sizlarga ham qolaversa akalarimga, ukalarimga, opajonlarimga, onamiz o'rnidagi onajonlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga, mana xudojonlarimizga, hammalaringga mingdan ming rahmat deyman. Shunday kunlarni hammamizga nasib etaversin. Yanaga shu oylarga, kunlarga yetkazish Alloh siz bilan bizni nasib etsin. Hammamizga ham shunday kunlar doimo baxt etsin. Yaxshi kunlarimiz doimo davom etaversin. Hammamizga ham umralarga, ziyoratiga, katta hajlarga borish, birga yurishlikni, bormaganlarga borishni, borganlarga qayta borishni nasibi ro'za eylasin. Rahmat sizlarga ham. Katta rahmat. Jo'zga tura olasiz. Ilohim o'ynaganlarning oqlari hech qachon dard ko'rmasin.
yangi yilning ish kunlarida ham shunaqangi chiroyli kunlarimizda, shunaqangi chiroyli kunlarimizda diydorlashdik. Har qachon hayot hammamizga ko'p yillardan nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham otajonimizga kayfiyat qo'shalamizmi? Otajonimiz biz farzandlardan rozi bo'ladigan baxtimizga shunaqa sanlarni to'ldirib turadigan fursat keldi. Imkon keldi to'ldirib turishlik. 155, 165 yoshlarda ham onam bilan birga edi. Qoni qardoshli jigarlarimiz hamma yaqinlarim bilan birga edi. Onamizdan xato qilmagan holatda diydorlashdik. Ko'p yillar davomida hammamizga har vaqt har qachon nasib qilsin deb asturib bel bog'lagan barcha farzandlarga o'zimizga katta minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Bugungi kunda asosiy sababchisi otajonimizga tilagim shuki, o'zingiz ehtiyot qiling, bizdan uzoqlashmaysiz. Barchangizni xizmatingizda Aslzoda jamoasi bo'ldingizlar. Omon bo'linglar. Tashrifimiz yoqdimi? Xursand qila oldingmi? Qo'shiqlarimiz jonli bo'ldi-da. Agar tashrifimiz yoqqan bo'lsa, sizlarni ko'ngillarni kapitinglar ko'tarib olgan bo'lsak, zo'r deb baqiramiz hamma. Zo'r deb qo'shiq. Kelishdikmi? Qani unda bo'ladigan bo'lsa, hammamiz birgalikda bir ovozdan. Aslzoda to'rtlari! Eshitmayapsiz? To'rtlari. Qo'llarni ko'taramiz. Aslzoda to'rtlari. Aslzoda to'rtlari. Aslzoda to'rtlari. Barchangizga shotlar. Aslzoda to'rtlari. Mana aniqroq otajonimizni kanalar ko'tarib davom etamiz. Siz bilan qoling, kuzating. Keyingi mazmunimiz esa Ramazon qilib beradigan davom bo'ladi.